Bir otaxonimiz vafot etganlar dafn qilish uchun qabrni kovlayotganimda qabrni bosh tomonidan suv chak tomib turgan. O bir rahmat suv. Buni bog'liqlik tomonlari ko'p. Birinchi Allohning roziligi. Undan keyin odamlarga qilgan yaxshilik, tilini shirinlik, o'zini oilasiga vafodorlik. Bu 10 yil, 15 yilga gap. Bir kishini ayollarni dafn qildim. Oradan qancha muddat o'tdi. Chollari ham vafot qilib, o'g'illari kelib shu onamning yonida joy qilib beray deyishdi. Joylarini kovlab o'tib, bitkazganimizdan keyin bosib qo'ygan. Endi nariroqdan 2 metrcha nariroqdan joy bor edi. O'sha yerdan kovladik. Men peshin namoziga kirib keta turib, o'g'lim Rustamga bir xabar olib qo'ygan, ko'rib qo'ygan, yana bir hodisa bo'lgan bo'lmasin desam, Alloh dilimga soldimi yana chiqib qarasa u ham bosib qo'ygan. Otalarni murdani ko'tarib kelishgan. O'g'illari mozorga kirib kelayotganda nima bo'ldi? Qabr tayyormikin deb men ro'para kelib qoldim. Bolam shunaqa bo'lib qoldi. 2 joydan kovladik, bosib qoldi. Mana hozir kirib kelayotsam yana bosib qoldi. Endi dedim, nari kartada onalarini dafn qilganmiz. Peshinni o'qib, janoza o'qiguncha shu qabrni tayyorlaymiz dedi. Mayli deb ruxsat berdi. Qog'oz, anketar hammasi to'latilib, onalarning o'rniga dafn qildik. U odamni bunga sabab bo'lishi, bunaqa ish bo'lishiga ayollarni juda xafa qilgan odam ekan. Keyin dafndan keyin eshitsam shunaqa bo'lgan ekan. Juda qattiq qo'l bo'lib, behurmat qilib, o'shandan bilamizki, ayollar joy bermadi yo'llarida. Yer o'zi ba'zi bir odamlarga boyga aytganda har xil odam. Bir xillarni qabri 1,5 soat, 2 soatda tayyor bo'lib qoladi. Ba'zi birlarniki belli urgan sari ko'chish qiyin bo'ladi. Buni endi eski domlalarimiz ta'riflashicha o'sha qattiq chiqqan hayotda ham qattiq bo'lgan. O'zini bola chaqasiga ham qattiqlik qilib qo'lida bo'la turib sharoitlarni yaratib bermagan. Bir otaxonimiz vafot etganlar dafn qilish uchun qabrni kovlayotganimda qabrni bosh tomonidan suv chak tomib turgan. O bir rahmat suv.